Do'stlar, hammaga salom. Ushbu videoda men sizga Hnes brokeri bilan savdo hisobini qanday ochishni ko'rsataman. Va biz hamma narsani tabiiyki mobil telefonimiz bilan qilamiz. Shunday qilib, barcha harakatlarimni takrorlang. Agar siz brokerda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ushbu videoning ostiga bosing. Ro'yxatdan o'tish uchun havola mavjud. U yerda men qanday ro'yxatdan o'tish va tekshirishdan qanday o'tish haqida alohida video yozdim. Buni tekshirishga ishonch hosil qiling. Lekin agar siz allaqachon ushbu brokerning hamkori bo'lsangiz, shunchaki ushbu videoni tomosha qiling. Men hozir sizga savdo hisobini qanday oson va tez ochish mumkinligini aytaman. Demak, biz Hnes brokeriga kirdik. Mana bu brokerning sayti shunday ko'rinishda. Juda qulay, menga bu broker yoqadi, chunki hammasi juda qulay va tushunarli. Hatto brokerlarda hech qachon bo'lmagan yangi boshlovchi ham hammasini tushunib oladi. Faqat bitta kamchilik, bu yerda rus tili yo'q, shuning uchun ingliz tiliga ko'nikishga to'g'ri keladi. Lekin baribir hammasi tushunarli bo'ladi. Keling, ko'rib chiqamiz. Yuqorida chap tomonda ishchi panel bor, unda 3 ta gorizontal chiziq bor. Shu yerga bosamiz. Bu yerda barcha mavjud hamyonlarni ko'ramiz va eng muhimi, bizga shunchaki trading va mi account bo'limini topish kerak. Sizni saytning asosiy oynasiga yo'naltiradi. Menda bu yerda allaqachon ochilgan savdo hisobi bor. Hozir sizga uni qanday ochishni ko'rsataman. Bu yerda Open Account degan tor burchak bo'ladi. Menda allaqachon savdo hisobi borligi uchun yuqorida 3 burchak paydo bo'lgan. Shuning uchun yana bir bor Open Account tugmasini bosaman. Va broker bizga savdo hisobi variantlarini tanlashni taklif qiladi. Birinchi standart variant mavjud. Minimal depozit $10. Shuningdek, 0.12 pips tarqalishi ham yozilgan. Agar biz onga aylantirsak va sursak, standart sent hisobi uchun qo'shimcha variantlarni ko'ramiz. Sent hisob aynan shuning uchun kerakki, agar sizda juda ham kam miqdorda pul bo'lsa va haqiqiy hisobda savdo qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz, sent hisob ochishingiz mumkin. Keyin esa standart hisob yaratib, unga kattaroq summa tashlashingiz mumkin. Keyingi variantda esa bizda pro hisob bor. Bu ko'proq professional variant. Bu yerda spreadlar pastroq, lekin minimal depozit $200. Agar onga o'tsak, RAL spreadni ko'ramiz. Xuddi shu narsa professional hisoblarga, keyin esa nol hisobiga tegishli. Ularning barchasi kamida $200 depozit talab qiladi. Xo'sh, standartga ko'ra, agar siz yangi boshlovchi bo'lsangiz, men sizga darhol birinchi variantni ochishni maslahat beraman. Naqd pul hajmiga qarab standart yoki standart sent. Agar siz $10 depozit qilsangiz, albatta, men darhol standart sent hisobvaragini to'xtatishingizni maslahat beraman. Keyin davom etish tugmasini bosing. Bu yerda yangi oyna ochiladi. Unda siz demo hisob qaydnomasini yoki haqiqiy hisobni tanlashingiz mumkin. Ular shunchaki ozgina. Agar siz yana endigina forex bilan shug'ullanishga qaror qilgan bo'lsangiz, albatta, o'zingizga demo hisob oching, mashq qiling, hammasi qanday ishlashini sinab ko'ring. Men hamma narsani haqiqiy, faol hisobda ko'rsataman. Bu yerda ma'no bir xil, shuning uchun o'zingizga mosini tanlang. Agar siz haqiqiy hisobda ishlayotgan bo'lsangiz, yuqoridan sizga kerakli valyutani tanlaysiz, keyin hisob nomi, maksimal bir lever va bu savdo yelkasini ko'rasiz. Bu yerda maksimal 1 dan 2000 gacha turibdi, lekin biz kichikroq, masalan, 1 dan 1000 gacha tanlashimiz mumkin. Keyin platformani tanlaysiz, MT5 yoki MT4. Men albatta MT5 ni tavsiya qilaman, u ancha qulay. Keyin shunchaki parol oylab topasiz, boshqa parametrlarni ham o'zgartirishingiz mumkin. Keling, o'z parolimizni kiritamiz. Bu yerga savdo hisobi uchun parol yozasiz. Albatta, uni yozib oling va yodda saqlang. Parolni yozganingizdan so'ng Create Account sariq tor burchak tugmasini bosasiz. Shundan so'ng taxminan men ekranimda ko'rsatayotgan narsaga o'xshash oynani ko'rasiz. Albatta, savdo hisobini yaratganingizdan keyin uni to'ldirish kerak bo'ladi. Shuning uchun uzoqqa ketmasdan, menyudan chiqmasdan, bu yerda Deposit tugmasi bor. Uni tanlaysiz va siz yangi menyuga o'tasiz. Chunki men bugun verifikatsiyadan o'tdim va brokerim manzilimni tasdiqlamoqda. Men uchun hisobni to'liq to'ldirish imkoniyati hali ochilmagan. Hozircha men brokerga faqat DebMoney orqali pul qo'yishim mumkin. Agar siz to'liq 100% verifikatsiyadan o'tgan bo'lsangiz, o'zingizga qulay usulni tanlang va ko'rib chiqing.
Bank kartasini ulash mumkin yoki kriptovalyuta orqali ham hisobni to'ldirish mumkin. Men har doimgidek hamma uchun kriptovalyutadan foydalanishni tavsiya qilaman, chunki u yerda komissiyalar juda minimal va pulingiz siz tanlagan to'ldirish usulidan so'ng atigi bir necha daqiqada keladi. Masalan, kriptovalyuta orqali to'ldirmoqchi bo'lsangiz, sizga maxsus hamyon manzili yaratiladi va shu manzilga pul yuborishingiz kerak bo'ladi. Albatta, sizni ogohlantiraman. Kriptovalyuta orqali hisobni to'ldirayotganingizda aynan qaysi tarmoqni tanlaganingizni eslab qoling, yana adashmang. Bu juda muhim nuqta, aks holda pulingiz manzilga yetib bormaydi. Shunday qilib, yana bir muhim nuqta, savdo hisobingizni to'ldirganingizda uni terminalga ulashingiz kerak. Har doimgidek men MetaTrader 5 terminalini tavsiya qilaman. Shuning uchun uni yuklab olishni unutmang. Men hozir unga o'taman va sizga Hnes savdo brokerini MetaTrader 5 ga qanday ulashni ko'rsataman. Shunday qilib, men MetaTrader 5 ga bordim va pastki o'ngdagi sozlamalarda biz yangi hisobni tanlashimiz kerak va bu yerda Hnesni tanlang. Hnes, umid qilamanki bizda yuklanadi. Ha, bizda bir nechta Hnes broker variantlari yuklanmoqda. Ko'rinishdan har bir davlat uchun ular alohida MetaTraderga ega. Lekin men har doim pastdan Hnes texnologiyasini tanlayman. Shunday qilib yuklaymiz, keyin esa kerakli server, login va parolni tanlashim kerak bo'ladi. Men yana Hnes brokerining saytiga kiraman. Ochilgan hisobimizni biroz ochishimiz kerak. Shunda biz umuman serverning o'zini ko'ramiz. Keling, ushbu oqni bosing va tanlang. Bu yerda u ochiladi va pastga tushadi. Shunday qilib, biz Hnes 5 Real 35 serverni ko'ramiz. Yana endi MetaTrader 5 ga yana kirishimiz kerak. Va server yo'lligi qayerda ekanligini tanlang. Hnes 5 Real 35. Biz tanlaymiz. Login qayerda bo'lsa, bu hisob raqam. Mana bu yerda bizda ko'rsatilgan MT5 login. Uni ko'chirib olamiz va shu yerga joylaymiz. Parol qayerda bo'lsa, bu siz savdo hisobini yaratganingizda oylab topgan parolingiz. Agar uni unutgan bo'lsangiz, uni shu yerda tiklash mumkin. Pasportni bir marta bosasiz va parolni tiklaysiz, yangi parol oylab topiladi. Men o'z parolimni eslayman, hozir yozaman. Xullas, savdo terminalim yuklandi. Hammasi yuklandi. Endi pastda chap tomonda joylashgan kotirovkalar bo'limiga o'tamiz va bizda barcha mavjud savdo juftliklari ochiladi. Agar siz ma'lum birini tanlamoqchi bo'lsangiz, qidiruv satriga kirib, kerakli savdo juftligini tanlaysiz. Masalan, yevrodollarga plus belgisini qo'yamiz, orqaga qaytamiz va bu yerda pastda yevrodollarning paydo bo'lishi kerak. Yevrodollarga bosamiz, chertni tanlaymiz. Grafik yuklandi. Chap tomonda vaqt oraligini time frame tanlaymiz. Savdo bo'limini tanlaymiz va endi shu terminal yordamida bitim ochishingiz mumkin. Do'stlar, mana shunday qisqa video bo'ldi. Albatta obuna bo'ling, like bosing. Ko'rishguncha.